Assalomualaikum YouTube kanalımıza obunachiları. Bugungi son ukamiz Xazarsk tumanida shu kvartiramizga mebellarni ishlab berdik. Birinchi mebelimiz kiraverishini Berxo'ja ishlab berdik. Berxo'ja bilan qisqacha tanishtirib o'tsam, Oksiyetda ishlab berdik. Bellarni materiallardan qo'yib berdik. Moshni super moshi materiallardan bellarni mehkiylarni qo'yib berdik. Telarni ko'yish uchun polkalarni qo'yib berdik. Bellarni şapka, başka narsalarni ko'yish uchun eshik, yan chetine 2 tane aynası bo'ladi. İşlerini shunday deb polkalar bilan taxlab berdik. İkinci xonamiz bo'lsa, shunday detik xona bo'ladi. Bellarni, spannerlarni taxlab berdik. Bellarni, spannerning tortmalarini tortmadan eng yaxshi tandem mexanizm bo'ladi. Ishlar panoramik. Yan chetine kelsak, shunday shkaflardan taxlab berdik. Antresolli, ko'rishingiz mumkin. Xonani dizaynini mos etib, bellarni, turimalari, bellarni taxlab berdik. Svetlar ulanmagan bellarni shu taraflardan chiroyli etib qo'yib berdik. Balandchi qismlari antresolli push mexanizmi bilan chiroyli bo'ladi. Pastki qismida esa boshqa svetda tortmalari tandem bo'ladi. 30-40 kilometre garanti ko'taradi. Mebelimiz shu variantda. İç kısımlarına gizli şkafdan yan chetinde shunday vishilkali bo'ladi. Bellarida seplar bilan bo'ladi. Yan chetlarga kelsak, polkalar bo'ladi. Yan chetlarga kelsak, bellar ham shunday bo'ladi. Mebelimiz shu variantda bo'lib chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Xonaga o'zi remontdan mas'ul. Yana bir xonani ko'rsatib o'taman, boshqa mebelimizni. Yana bir xonamizda shu zal qismini shunday televizorlarni ishlab berdik. Televizorlarni ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi chetida profilli aynalar bilan o'rta qismi tuzora satira illarni. Bellarni pasvetkalar yanadi. Bu yerda 2 lyustrasi, bu aynaning ishlari ham yanadi. Toklari ulanmadi. O'shanda kulchator bo'ladi, bu yerda razvedkasi bo'ladi. Mebelimiz şu variantda. Bellarning taraf qismlari ko'rishingiz mumkin. Pasvetkalari ulangandan keyin. Pastki qismlarni qora svetda, bellarni qora svetda dizaynni mos etib, xonaga shunday ishlab berdik. Pastki qismlari push mexanizmi chiroyli. Mebelimiz şu variantda. Bellar ham yanadi. Общий 1, 2, 3, 4, 5 qismi svetlar yangandan keyin mebelimiz boshqacha bo'lib ko'rinadi. Mebelimiz shu variantda bo'lib chiqdi. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, har qanaqa ofis, agar maktab, bog'cha bo'lsa, u mebellardan ishlab beramiz. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Ofisning kommentariyada telefon raqamlarini qoldiraman. Bemalol telefon urib, mebel haqida ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videolarda o'tib vermaysizlar. Bizlarda ustonovka razmeri olish, Xorazm bo'ylab besplatniy bo'ladi. Boshqa viloyatlarga kelishgan nafarda borib ustonovka etib beramiz.